Suyagi butun ekan. Suyagi butun, motor qilib chiqqansiz, ko'rib turibdi. Kelishtirib ayting, olaman aka. 37 deyapmiz. So'raysiz. Ya 37 qiyin. Bitta guringda. Bo'ladigan bo'lsa 25 million beraman. 25 hozir akmal motor qilib chiqdi. Yangi motor qilib chiqdi, zibor qildim. Ya o'sha motor qilgan uchun 25 so'rayman men. Ko'ngilni nechib ber, ko'ngil. Kamya 30 da sotaman deb keldingizmi? Shunday. Ha, ko'rsin, bittadan topaman. 30 dan ham nima o'tsa bo'ladi? Bo'ladigan bugun bayram qaytarmay savdo qilib olaman men. Ha, shular vaqlabdi buncha odam to'pladi deb biror nima talay olmasin. 35 bo'ladimi? Ya 35 emas. Ya 35 olmaydi hech kim. 30 ham deng, so'rab ko'raman men. Ha, 30 dan pastroqqa so'raysiz baribir. Ha, siz 30 ham deng, bir gap aytaman. 30 deyolmay akmal. Ya siz 30 deng, bir gap aytaman. Bitta guringda endi 2010 motor qilib chiqibsiz, ko'rib turibman. 30 deng bir guring bor-da. Bitta yangi balonlar qo'yilgan, yaxshi balon qo'yilgan. Birorta qarajati yo'q mashinaga. Endi kraska desa, to'g'ri, 60-70% kraska chaqachuqlari bor. Lekin mashina suyagi toza. Suyagini ko'rdim, suyagi butunligi uchun savdo bo'lyapti. Agar ichiga o'tganlar bo'lsa, mashinangizni yerga urishini ayb aytmayman, do'stim. Aybi bo'lsa, mana bunaqa prosta kimdir oladi bu mashinani. Yo bo'lsa Instagramdan ko'radi. Bitta kim olsa ham shu mashinani bir olish kerak-da mendan. Endi aldab sota olmayman bu yoqqa mashinani. Ko'rgan narsamni ko'rgan joyimga aytaman. To'g'ri, orqasiga 20 ga turibdi, ko'rdim, zo'r. Oldi usti qimlagan, lekin stoykalar butun ekan. Eshik stoykalar butun turibdi. Bo'ladi. Endi pulga yarasha mashina bo'lishi kerak-da. Bitta guringda, bitta guring. Naqd 27 million beraman, baki. 500 ming so'm qo'yib sotaman shu mashinani ustiga. Bo'ladigan bo'lsa bering 27 millionga olaman. 2010lik uchun motor qilib chiqqani uchun so'rayman. Akmal 500 ming so'm qo'yib sotaman, 27,5 million sotaman shuni kim olsa. Ya kam deb sotish kerak-da endi. 30-35 lik mashina emas, 35 ga 2013 radiolarni berib yuboryapman. Asaga 35 ga 2013 radiolarni berib yuborim, o'zi ko'rib turibsiz aka. Endi 10-20% kraskaliklar uni. Bitta guringda bo'ladigan bo'lsa, mayli, bering. Hamma narsa narxi bilan-da. 28 million beraman, undan oshib ko'tara olmayman. To'g'ri kelsa bering. Mani mashina sizniki. Undan ag'a men aqlim yetmaydi. Barakami? Kelgan ekansiz, uzatmaysiz, qarasizniki. Po'latidan, koson po'latim. Sizniki qayerdan? Baribir kosonga ketyapti aka. Baribirga koson, endi birinchi qo'l uzatganingda qarang, obzorni aytaman aka. 2010 1.5 motor ko'rib turibsiz. Motor qilingan ekan, ko'rdim. Suyagi butun. Kraskasi 70-80% kraska. Suyagi butun. Mana shu yigitdan oldim. Aka necha pulga berdingiz? 28 million. 28 millionga oldim. 28 million 500 ming so'm bo'lib sizga o'tar. Rozimisiz? Gen chiqar ekan. So'radim keyin. 500 ming ishladim sizdan. Siz rozimisiz? Aka siz mashinangizdan 500 ming qoldi menga. Siz rozimisiz? Hozir sizdan 200 ming barakasi. Dokument qilib bering.